Akalar, agar mana shu 5 daqiqa vaqtlaringni men bilan birgalikda mana shu videoni ko'rishga sarflaydigan bo'lsalaring, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Chunki Istanbulda tungi hayot menimcha ko'pchiligiga juda ham qiziq bo'ladigan bo'lsa kerak. Bo'lmasam biz boshladik. Yo, akalar, men hayron qolaman-da, sizlarga ham shunaqangi Istanbulda yoki boshqa umuman shaharda kechqurun gapirmaydigan bo'lsam ham mayli, shunchaki shaharda o'zini ko'rib yurish qiziqmi? Yo, qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunday obuna bo'lib qo'yinglar. Lekin bu ko'chalar rostdan ham chiroyli-da. Istanbuldagi eng mashhur joylardan bittasi hozir bu Karakoy hisoblanadi. Karakoy bo'ladigan bo'lsa ko'rishlaring mumkin. Xo'p, bu tarafdan Galata minorasi, keyin bu tarafimizda tramvay bor. Sayohat qilish uchun eng zo'r manzillardan bittasi deb qo'rqmasdan aytishim mumkin. Ko'pchilik bu yerda yashaydi, aylangani kelgan, boshqa bo'lgan, lekin qayerga borishni bilmaydigan bo'lsa, Karakoy albatta eng zo'r manzillardan bittasi. Qani ketdik bo'lmasam. Hech bo'lishiga qaramasdan insonlar qayerga ketyapti, men umuman bilmadim. To'pig'liga ishonmagan holatda ichkarida juda ham ajoyib restoranlar bor. O'sha tarafga qarab yo'l olamiz. Mana O'zbekiston formasini jo'natib yubordi. Albatta men iltimos qilgan edim. Akamga ham kattakon rahmat albatta. Bo'lmasam biz boshladik. Istanbulning ko'chalarini ko'rishlaring mumkin. Qanaqangi muhitni beradi. Aylanish uchun eng go'zal, eng chiroyli bo'lgan nuqtalardan bittasi. Lekin alam qiladigan tarafi men bitta o'zim aylanaman har doim. Yonimda bironta sherigim bo'lmasa. Haligi afsuslanish hissi deydimi, sizlarda ham bo'ladimi shunaqangi holat? Chunki men o'zim nuqul qayergadir boraman deydigan bo'lsam, kimdir yo'nsam boshqasi o'sha men boradigan bo'lgan joyda egallab oladi. O'zim men nuqul qayergadir boradigan bo'lsam, odam yo'q bo'lgan ko'chalar topib qolaman-da mana shu. Xo'p, Istanbulning ko'chalarini ko'rishlaring mumkin. Shunaqangi, to'g'risi juda ham qorong'i ekan. Insonlar bu yerga eng qizig'i yolg'iz kirgani qo'rqishadi. Lekin hayot shunaqangi joylarda nihoyatda chiroyli bo'ladi, keyin qiziq bo'ladi. Wow. Bularda atmosferasi bo'ladigan bo'lsa, umuman boshqacha to'g'risi. Restoranlar bir-biridan nihoyatda chiroyli. Inson maza qiladi bunaqangi hayotda. Karakoyda hayot boshlanyapti. Wow. Ichkariga qarab, to'g'riga, pastga qarab tushim kerak-da. Dengiz bo'yiga chiqadigan bo'lsam, keyin nariga Galata port bor, o'shani topsam bo'ladi. Xo'p. Bo'ladi. Tashakkur ederim. Bu tarafdan ko'rishlaring mumkin. Atrof muhitni qanaqangi chiroyli qilib qo'yishibdi. Abi video chekyapman. Eyvallah abi. Juda ham chiroyli. Bu yerda bizning bayroq bor. Akalar. 0706 Navoiy Munisi. Burada tüm dünya bayraklarını bulabilirsiniz. Bize Jonajon O'zbekiston futbolkasi. Husanov. Hop. Biz sayohat qilishda davom etamiz. Akamizga rahmat lekin. Bunday qarab turib, "Yo'q" dedi, videoga "Oyin" dedi. Bu yerda hamma davlatning bayroqlari bor dedi. Insonlar baribir boshqacha. Aytgancha obuna bo'lishda eslaringizdan chiqarmanglar. Keyingi ma'lumotni ko'rishlaring mumkin. Juda ham eskirib ketgan uylarda. Bu uylar prosta shunchaki eskirib ketmagan. Keyin Istanbulda biladigan bo'lsalaring, o'sha shaharning markazi Istanbul hisoblanadigan bo'lsa, Fatih, keyin Sulton Ahmed rayoni deyiladimi? Shunaqangi joylarda eski shaharligicha saqlab qolish narsasi bo'lgan. O'shaning uchun Istanbulda juda ham ko'p shunaqangi eski imoratlarni ko'rishlaring mumkin.
shunaqangi eski imoratlar bo'ladigan bo'lsa, shaharga qanaqangidir boshqacha zavq beradi. Joyini yana ham ko'rkam qilib beradi.